manyak uni o'rmonda yoqib yubormoqchi bo'ldi. Sky ismli bu odamni do'stlari o'rmon ichida piknik qilishga taklif qilishadi va u taklifni qabul qilib kelishilgan joyga ketayotganida mana shu joy uning hayotidagi eng qo'rqinchli joylardan biriga aylanishini hattoki tasavvur ham qilmasdi. Voqeani boshida hammasi joyida edi, toki Sky uni ortidan uzoq vaqtdan beri kimdir to'xtamasdan kuzatib kelayotganligini sezmaganigacha. So'ng Sky undan qutulish uchun o'rmonning quyuqroq joyidan yura boshladi, lekin bu hech nimani o'zgartirmadi. Manyak uni ortidan kuzatishni davom ettirdi. Bu holatdan chiqish uchun esa Sky mana shu tryukni ishlatishga qaror qildi. Bu hiyla bilan Sky manyakdan qutuldim deb turganida, manyak Skyni do'stlari turgan tarafga qarab yura boshladi. Bundan xavotirlangan Sky do'stlarini xabardor qilish maqsadida ularga qo'ng'iroq qilayotganida, mana shu dahshatli holat sodir bo'ldi. Oh, fucking hell! Jesus! Fucking hell! Oh, fucking hell! Oh, fucking... Yaxshiyamki Sky bor kuchi bilan qochib manyakdan qutuldi va bundan keyin Sky mana shu manyakni umuman qaytib ko'rmadi. Lekin siz nima deb o'ylaysiz? O'z-o'zidan bu notanish odam Skyga nima uchun hujum qila boshladi? O'zingizning fikringizni va variantlaringizni kommentariyada yozib qoldiring va keyingi videolarda ko'rishguncha